Sultoni qalbim degan qo'shiq bunga O sultoni qalbam nakus. Tu hasti. Shuni mana qarang, butun dunyoda hamma xil versiyasi bor. Turkcha, arabcha, afg'oncha, tojikcha. Bu o'zbekchasi birinchi bo'lib men ijro etdim. Ha. O'zi ijodkor kim edi? Eronlik edi. Afg'on, Ahmadzoy. Sultoni qalbim kelasta, dardozordan dilim shikasta, darmonim yorim bu qalbim mixasta, senga intizorman. Sizga bitta qo'shiq eshittiramiz, zo'r qo'shiq edi. O'xshashliklar bormi boyagi qo'shiq bilan birga? Garmoniya yo'l bir xil. Bitta narsa. Bu qo'shiq ekanligini ham ozgina zatakt sinkopa ketyapti. Aranjovkasidan Yulduz Usmonovaga o'xshatdim menimcha. Qani? Yulduzxonim Usmonovaga katta rahmat. Aranjovkasi men bittada o'yladim, Yulduz Usmonova deb, ustoz ovozlari bilmadim, men uchun yagona.